odam yo qarzsiz yashaydi, yo qarz bilan yashaydi. Qarzga kirishda xarajatda aybi yo'q. Qarzga kirishda menimcha daromadda ham aybi yo'q. Bu anaqa qarz bu psixologik holat. Anaqa emas. Misol uchun nima deydi? Daromadning kamligi, xarajatni oshishligi degan temaga sal qarz boshqa tarafdan. To'g'ri, daromad kamligidan odamlar xarajatga kiradi. U ham qarz ilmini bilmaslikdan kiradi. Misol uchun moliyaviy savodxonlik ilmini ichida alohida bitta blok qarz bobi. Lekin men o'ylayman, odam yo qarzsiz yashaydi, yo qarz bilan yashaydi. Bunga daromad xarajatni unaqa katta aloqasi yo'q. Asosiy sababchi emas u. Ha, u asosiy sababchi. Daromadning kamligi qarz olishga asosiy sabab emas. Qarz olish bu odamning psixologiyasi bilan bog'liq masala. Anaqa bilan bog'liq emas. Misol uchun men qarz bilan yashamayman degan odam qarz bilan yashamaydi.